22-ci babның davamı. Musaxan kölnің o'ttirisiga tushib, rosa bir sehrab baqay ukam, dedi Abduvaytxan buvay. Muz nefis bo'lsa, bu ishki qo'shqarni ko'tarolmay, yerilib ketmasin yana. Musaxan kölnің o'ttirisiga kelib, shundoq bir sehrab edi, g'artida teyilib ketib, o'ngdisiga tushdi. Kölnің atrofiga cho'g'langanlar paraqida kulishib ketdi. Uşaq ballar çanı haydab oynab, muz yüzünü g'iltaq qilib qo'ygan edi. Muz xil qilin turibdi, Abduvaytxan aka, dedi Musaxan asta o'rnidan turib. Ko'rganlar, muz yerilib ketmadi. Hanim bo'lsa, mening so'ngichimmi ajrab ketmadi texi. Ikki emas, 4 odam bo'lsa-mu ko'taraligidak. Bo'lmasa, kelsizlar, ikkimizmi chelishib baqayli. Chelishsaq chelishdik, ukam, dedi Abduvaytxan buvay ko'mak tishlarini chiqarib kulib. Ammo avval og'changdan tilxat ekan. So'ngiching ajrab ketsa, ega bo'lolmayman. So'g'uq jondan o'tadi. Ammo bu qiziqchilikda a'zolarning og'zi yumilmay qolgan edi. Abduvaytxan buvay balbig'ini yeshib, Mo'min Hampal ko'zining beliga bog'lab qo'ydi. Andın mening belbig'imni yeshib, qaytadan o'lchamlik qilib bog'ladi. "Qani, ko'lga tushinglar amsa", dedi u. Ko'lga tushdik. "Qaysinglar ich qo'yandin, qaysinglar tosh qo'yandin tutsizlar?" so'radi Abduvaytxan buvay. "Mo'min hakam avval tanlasin", dedim men. "Men ich qo'yandin tutay", dedi Mo'min Hampal ko'z tuzit qilmayla. "Mundaq qilsaq, toza 50sida bo'lmay qolarmikin, Abduvaytxan aka", dedi Musaxan ko'lning bo'yida turib. "Jigida urug'i bilan qo'ymay tutayli. Jigida urug'i tepib olg'ini ich qo'yandin tutsin." "Bo'ldi Musaxan aka, undaq qilib yurmayli", dedim ovozimni qo'yib berib. Mo'min hakamga ich qo'yanni berdim. Abduvaytxan buvay ish bitdi deganni qilib beshini lang'ishdi. Andin bizni ich qo'yan, tosh qo'yan qilib balbig'imizdan tutqizib turib so'rdi. "Navada bir yeringlar sunib ketsa, o'zinglarga, o'zimizga", dedik ikkimiz tangla. "Amiz boshlanglar." Har ikkimiz bir-birimizning belidagi balbog'ni mahkam tutib, raqibimizni yonboshqa ilishga fursat izlaydik. Lekin muz bakli g'iltaq bo'lg'achqa, sal-palla kutsak tegilib ketadi. Agar ho'shyor turmasak yoki asroqli bexastarlik qilsak, raqibimizni yonboshqa ilish uyoqda tursin, tegilib ketib, ostiga tushadi. Shunga muz ustida chelishganda qari kuchdan ko'ra aql tuyg'umizga tayanishga to'g'ri keladi. Ikkimizning puti ha deganda tegilib ketadi. Bu muz ustida tunji qatim chelishishimiz bo'lsa-mu, har ikkimizning yomon emas chelish tajribamiz bor edi. Chunki mayoq to'ng jangalida pada beqib cho'ng bo'lgan bag'iriqlik o'g'il bolalarning jangaldagi qum dovsida chelishmaydig'ini yo'q edi. Mo'min Hampal ko'z dematliklar orasida xili yomon emas chelishchi hisoblanadi. Shu topda u meni ha deganda yonbosh qilishga oldirmay, belimni qo'rvatadi. Bel qo'rish orqali qarshi tarafning hayvisini sundirg'ili, epi kelsa, mushtimini beqqiniga patirib, belikining kuchini ko'rsatib qo'yg'ili bo'ladi. Mo'min Hampal ko'z muzg'i mahkam dastlashga tirishib, ash usul bilan meni sinavatadi. Uning belimni qo'rishga kirishib qolgan bexastaligidan foydalanib, tuyuqsizlik hujum qilib, yonbosh qilish niyatiga keldim. Diqqatimni yig'ib, shundoq bir kuchib edim. Mo'min Hampal ko'zning ikki puti muz ustidan likkada ko'tarildi. Bak kuchvatdimmi yoki tampongligimni saqlashni esimdan chiqardimmi aytavur, eg'irlik bir putimga bak tushib ketib, g'irtida teyilib ketdim-da, Mo'min Hampal ko'zni quchoqlagan petim o'ng damg'ala yiqilib tushdim. "Birinchi tutishda Mo'min xon yangidi", dedi Abduvaytxan buvay. O'rnimdan turib, alqanlarimdagi o'lni qo'ltiqimga surtgach, atrofga qaradim.
ko'zim Zaynabxon bilan uchrashdi. Uning chiroyli bultlaq ko'zlari ansiz mo'lildab turadi. Chiroyi tatirib ketgan edi. "Amdi Hamudxon ich qo'yandin tutudi", dedi Abduvoyitxon buvay va ikkimizni ich qo'yan, tosh qo'yan qilib balbaq tutqizib qo'ydi. Birinchi maydonda yengilolqashqimi Mo'minxon Palko'z boshqacha ruhlanib ketgan edi. Bexastaligimdan yengilib qolganligim uchunmi ruhiy holatimda qilchilik o'zgarish yo'q edi. Uning ustiga birinchi chelishda Mo'minxon Palko'zning qanchalik hunari borligini chamlab bo'lgan edim. Shunga o'zimni yana bir hassa kuch-quvvatga to'lgandek his qilyotdim. Abduvoyitxon buvayning buyruq berishi bilan yana tirkishishga boshladik. Tunji utuqdan o'ziga bag'il ishinib ketgan bo'lsa kerak, Mo'minxon Palko'z endi belimni qo'rmay, ha deganda meni yonboshqa ilishga fursat izlayotdi. Ko'lning bo'yidagi a'zolar bizga madad berib cho'qirishadi. Mo'minxon Palko'z balbig'imni uda 2 qatim silkidi. Bu harakatdan uning meni ha deganda dast ko'tarib, yonboshqa ilishga ishonch qilolmayotganligini his qildim. Uning balbig'imni 3-qatim silkishini to'yg'imga tayinib paras qilishga tirishdim. U balbig'imni texmi ching tutdi. Uning ashu arzalda turayotgan daqiqa vaqtidan foydalanib, chaqmoq tezligida bir kuchapla dast yulib oldim. U qandoqsiga yonpishimga chiqib qolganini tuymayla qoldi. U do'qib ketdimi, aytavur mudobiya qilishga ulgurolmadi. Yana bir kuchapla muzga atdim. To'liq o'ngda sig'ila tushdi. "Ikkinchi tutishda Hamudxon yangdi", dedi Abduvoyitxon buvay. Tamash ko'rayotganlar hayt deb to'lashdi. Mo'minxon Palko'zni tortib turg'izish uchun qo'limni taqladim. "Bu döram ich qo'yandan tutmagan bo'lsang, meni hargizmi atalmayding", dedi Mo'minxon Palko'z uzatgan qo'limni tutmay yer tirab o'rnidan turib etib. "Amdi Mo'minxon ich qo'yandan tutudi", dedi Abduvoyitxon buvay va bizni ich qo'yan, tosh qo'yan qilib balbaq tutqizib qo'ydi. 2 qatimliq tutishda xil tajribalik bo'lib qolgan edik. Shunga bir-birimizga fursat bermay xili tirkashdik. Ishlatgan panitlarimizni asonli bilib olatdik. Herib asrab ketgan edik. Beshimizdan qo'yilgan tar oyog'imizning ichi to'xtaydi. Mag'dur tizilishga boshlagan putlarimiz g'irt-g'irt taylatdi. Mo'minxon Palko'z muzga mahkam dastlashga tirishib turib, belimga mushtimini qattiq pattirib etdi. Tinim o'riq bo'lg'achqimi, umurtqam g'araslab ketdi. Og'riqqa bardoshlik berib, tishimni mahkam tishladim. U bel qo'rish orqali meni asir tishni tekkalganda qiladi. 2-chi qatim belimni qo'rishqa mushtimini umurtqamga texmi bak pattirishga kirishdi-da, mendan ehtiyot qilishni esidan chiqardi. Mening kutganimmi dal musha edi. Eg'irligimni 2 putimga takshi tushirib turib, "Yaprim" deb tovlug'inimcha chaqmoq tezligida tosh quyonni ich quyonga o'zgartdim-da, Mo'minxon Palko'zni bir ko'tiribla do'lamga oldim. Hudi qush, tamtirash, beshi pirida qiyib ketgan Mo'minxon Palko'z o'zining muz ustiga qandoq tushganini bilmayla qoldi. Ko'lning bo'yidagilar varqirishib olqish yangratdi. "Yaraysan Hamudxon, haqiqiy chelishish degan mundoq bo'ladi. Ajab chiroyli chelishding. Ajab qaramliq qildi-ya. Muzda turib tosh quyonni ich quyonga almashtirish oson emas, maqima. Rosa bir puxadan chiqdim. Shuningmi, shanba bozorda bog' eriqning chelishishlarning danqi bor emasmi? Mo'minxonning bir yer sunmaganda ha." Atrofdagilarga mag'rur bir qarab etib, Mo'minxon Palko'zni yo'lab turg'izdim. "Bu hasab emas", dedi u qo'limni qo'pollik bilan silkib etib. "Ko'rgansizlar xiloyiq, Hamudek tosh quyonni ich quyonga o'zgartib oldi. Dastlabida ich quyon
Toshqiyonni shundoq ayirib tutadi. Chelishish jarayonida o'zgartib olsa bo'laverdi bolam, dedi Abduvaytxon buvay tushuncha berib. Toshqiyonni ichqo'yonga o'zgartmak oson emas. Mundaq harakatni qilishga xili man degan chelishchilarmi osonlikcha qaramliq qila olmaydi. Hamidxon Toshqiyonni ichqo'yonga o'zgartaman deb belingni qo'yib bergan vaqtda uni daz yulib ko'tarib olgan bo'lsang, hech kuchimayla atatdim. Buvay atrofdagilarga qarab varqirdi. Bu qatimqi tutishda yana Hamidxon yengdi. Natija 2-1. Bu qatimqi muzda chelishish Hamidxonning utuqi bilan oxirlashdi. Buxadan chiqqanday bo'lgan a'zolar meni tabriklashdan keyin tarqab ketdi. Mo'min Hampal ko'z yampeshni so'ringan peti to'qayliqdagi o'g'it maydoniga emas, maliga, uyi tarafga qarab mangdi. A'zolarning to'plagan o'g'itlari o'lchaksiz qoldi. Nerida Zaynabxon menga qarab tatli kulimsirab turardi. Yenimga kelgisi bardaq qiladi. Ammo kelolmaydi. Shu daqiqada mening meylimmi uning yeniga yugurib berishga taqozo bo'ladi. Ammo shuncha kishilarning ko'zchila uningga yaqinlashishdan o'zimni qattiq tutib olishga majbur bo'layotdim. Ko'zlarimiz bir-birimizga to'ymay qaraydi. Xo'shallikdan mo'ldirlab turgan osh potlaq ko'zlarning ichiga cho'kib ketayotdim. Mo'min Hampal ko'z bir haftagacha uydan chiqmay yotdi. Bu orliqda a'zolar arsida. Mo'min xonning tag'i ajrab ketibdi. Bir qo'rg'isi sunibdi. Yan pasonkiga daz ketibdi degandek gaplar tarqaldi. Ammo ular biror ish qaydimismi mayoq tunga berib o'g'it to'playverdi. Bir haftadan keyin Mo'min Hampal ko'z yangidan yasilib olgan yog'och metni ko'targuncha to'qqayliqdagi o'g'it maydoniga yana paydo bo'ldi. Qo'ngshi inqilobiy komitetdan buyruq keldi, dedi u a'zolarga qarab. Patmanqashdagi suv qurilishiga emgak kuchi kamlab qopti. Shunga bizning ishlab chiqarish atlatimizdan Hamid Savud, Musaxon, Abduvaytxon buvaylar hasharga mangdi. Emgak maydoniga kechikib borganlarning yarim oylik ochliq normasi tutib qilindi. Shu kuni bir ko'zim kaynimda Patmanqashga qarab yo'lga chiqdim. 23-bob. 2 kundan beri u odam ko'rinmadi. Yeldan yelga qirg'oqdagi kapiga qaraydim. Ko'kka parvoz qilardim. Atrofni izlaydim. Kap qup-quruq. Yelq odam yo'q edi. Uning qo'noq chechib berishini ta'ma qilib izlayotamdim. Yo'q. Uni ko'rgim keldimi ya? Yo'q. Sazliq yelgan ko'gim pardasi ko'nglimdagi umidsizlik pardasini texmbak qayirib. O odam kelsa bo'ladi. Oq qo'la topimizning issiq yoqlarga qaytadigan vaqtimiz qistab qilyotdi. 24-bob. Hamidxonni Patmanqashning ashirga avatlatganimni bag'iriqliqlar to'g'ri tushunmadi. Ular jiman ash kun chelishdi yanglab qolganligim uchun uningdan o'ch optimamishman. O'ynashmang arbob bilan, arbob salur arbob bilan, dedi Zividxon Qushqash menga anglitib turib. Uning bu gapida noroziligimi, masxirimi bor edi. Hech kimga tushuncha bermadim. Qasam qilib berayki, ash yanglab qolganligim uchun Hamidxondan o'ch olgan bo'lsam, o'g'il bola erkak bo'lmay ketay. Odamning pasandis bo'lib ketsammi, undaq nomardlikni, mos paynaklikni hargiz qilmayman. Gapning uchiqini desam, Hamidxonni Patmanqashdagi asharga avatkizib o'tishimning sababchisi Zaynabxon edi. Zaynabxonga menmi ko'yak tartib qolgan edim. Zaynabxon uchun qo'limdan har balo keladi.